Do'stlarim, balki siz ishonmasdirsiz. Balkim bu siz uchun tuyular ertak, ammo tinglash uchun oz fursatingiz bersangiz kifoya bo'ladi beshak. Yigit bir kun keldi qizning oldiga, undan ko'zlarini biroz yashirib, sevgi izhorini aytib qoldi-ku, ma'shuqasining sha'nini tamom oshirib, siz mening ko'nglimga g'ulg'ula solgan, qalbimning bir chetin band etgan hokim, sizni o'ylaganda uyqum yo'qolgan, sizni uchratganda bo'lib qolgim jim. Bu dardli so'zlarni tinglagan dildor o'zini ming turli nozlarga soldi. Yigitchi bechora takror va takror izhor qilaverib charchadi, toldi. Qiz o'zini haddanda tutardi mag'rur, ayoniga kulib turgan shohlardek yigitning izhori qilmayin ta'sir yo'q degan javobni bera oldi tek. Do'stlar, shu birgina voqea qayg'u tog'ni talqon qilgan jussani yiqdi. 4 yillik muhabbat parchalandi-yu, dunyo she'rlar yolg'onchi chiqdi. She'rlar kumayligi, shuncha va'dalar javobin kim berar, hayqirdi yigit, ammo ko'zlarini o'ynatib dildor johil qarorida turardi sobit. Qizning javobini tinglagach horg'in ortiga yig'lablar qaytdi yoronlar. Endi uning yo'lini to'sa olardi na qorli shamollar, na sel bo'ronlar, chunki u yoridan ayrilgan edi, sevgan dildoridan bo'lganda mahrum. Haloyiq tomoshadorining ostida qaniydi o'limga etilsa mahkum. Sevgi deganlari shu bo'ldimi deb yig'lardi hokisor holdan tolguncha. Yigit g'irt telbaga aylangan edi, toki bir kitobni ko'rib qolguncha. Qaydandir taralgan serjilo xitob asriy orzularni parchalay dedi. Oddiy bir daftardan farq qilmas kitob, ustiga tavhid deb yozilgan edi. Kitobni o'qir ekan tamom behazil, satrlar ko'zlarini namlab yoshladi. Butunlay yolg'ondan bezgan ko'ngil haqiqat eshigini ocha boshladi. Iloh yo'q Allohdan boshqa deb nogoh lablari pichirlay boshlaganida iymoniy bir lazzat, ilohiy panoh, samoviy muhabbat tuydi tanida. Dunyoga hukmdor bo'lgan g'ulomdek o'ziga hayronlar turardi yigit. O'ng ko'zidan bir yosh asta quyilib, ko'ngildan sitamni ayladi soqit. Uning qalbidagi asriy zilzila dunyoga solgandi go'yoki uvvos, dildorga uzatgan qo'llari ila mushafni o'qida chiqarib ovoz. Bu qanday yo'l dersiz birodarlarim, bu qanday najotdir dersiz ehtimol. Haligi dildorni o'ylamaslikni yigit eplay oldi do'stlar bemalol. Tinmayin jo'sh urdi iymon tanida, shahviy ehtiyojlar tamoman so'ldi. Yaqin o'tmishini eslaganida o'zidan uyalgan paytlari bo'ldi. Hikoya shu yerda to'xtasa qandoq? Ne deysiz shundayin bo'lsa intiho? Ko'ryapman ko'zingiz aytmoqda buchoq. Biz bunday yakundan emasmiz rizo. Bizga hikoyaning oxiri kerak, dunyoviy sevgining nedir poyoni? Boshlashga boshlabon go'yo bir ertak, yakunlab qo'y axir bu voqeani. Xo'p mayli, yakunin aytaman beor. Yo'ymaysiz o'zicha to'qib oldiga. Qur'on ovozini tinglagan dildor hijob o'rab keldi yigit oldiga. Mardlik shunday bo'ladi. Yigitning mardligini to'g'ri tushunamiz. Ammo hikoya so'ngida qiz tomonidan berilgan javob yuraklarni larzaga keltiradi. Biz she'rda keltirilgan voqealar hayotda ro'y berganini aytib o'tdik. Ularning ikkisi ham hozirda baxtli hayot kechirayotganliklari fikrimizni tasdiqlaydi. Chunki ikki tomon o'z vaqtida haqni tan olishgan. Jahiliyat davrida, hali islomdan bexabar chog'larda bir-birlariga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lgan ersalar bu holat uzrli. Lekin islom kelganida uni bag'rikenglik bilan qarshi olish ham qiyin ekan. Alloh taolo farzandu zurriyotlarimizni haq kelganda o'ylamasdan qabul qiladigan solih bandalardan aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.